Tojikiston ahli, assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lganlar, bu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga umra narxlarini xudo xolasa tushuntirib beramiz. Videomiz oxirigacha ko'rib, boshidan like'larni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin. Sizlar like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsalar, endi Hikmat Travel'da xudo xolasa shu joyda ishlaydigan Abdug'affor akadan sizlarga to'liq ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, tojikistonliklar uchun alohida video qilyapmiz. Narxlarimiz qanaqa bo'lyapti, qachonga reyslarimiz va sharoitlarimiz qanaqa, bitta tushuntirib berasiz aka. Xo'p, bo'ladi. Sharoitdan boshlaylikmi, narxdan boshlaylikmi? Birinchi bo'lib narxdan boshlaylik aka, kuttirmagan holda bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, narxlarimiz Toshkent ham, Farg'ona ham $930 dan bo'lyapti. Xudo xolasa 14 kunlik umra safarimiz. Xo'p, bundan 14 kun ichida 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada bo'linadi. Xo'p, 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi. Bundan sharoitlarimiz Madina Munavvarada eng uzoq gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'ladi gastitsalarimiz uzoqligi. Lekin avtobus xizmati bo'ladi. Avtobus xizmati bo'ladi. 5 mahal namozga bundan tashqari 2 mahal o'zbek milliy taomlari Madina Munavvarada bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan yana aeroportda mana kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi. Xo'p, vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Endi undan tashqari yana qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida beriladi. Har bitta odamga 5 litrdan beriladi. Beriladi, xudo xolasa. Endi yana nima qoldi? Xo'p, to'lovlar qoldi. To'lovlar. Agar boriladigan bo'lsa, shu nomerda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaveringlar. Pasportlaringni tashlab bersalaring, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Hisob-kitob to'lovlarni aeroportga borib qilaverasizlar. Bizga jindekkina zakolat tashlab berasizlar. Masalan, viza pulini tashlab bersalaring, qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Qolgan necha pul qoladigan bo'lsa ham aeroportda hisob-kitob qilsa bo'ladi. Masalan, bitta odam $100 zakolat tashlab beradigan bo'lsa, $930 aytgan bo'lsa, $830 qolganini aeroportda berib berishaveradi. Berib kelib tushib ketishaveradi, xudo xolasa. Ishonch tomonlama o'ylanmasalaring bo'ladi. Bemalol telefon qilib, xudo xolasa joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, bo'ladi. Keyin yana nimamiz qoldi? Xo'p, agar O'zbekistonga kelib to'lov qilaman deydigan tojikistonlik birodarlarimiz uchun respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Bemalol ofislarimizga kelib to'lov qilsalaring ham bo'laveradi. Bu O'zbekistonga kelib to'lov qilmoqchi bo'lganlarga, ofislarni ko'rib, balki ishonch tomonlama litsenziyalar, hamma narsani ko'raman deganlar uchun O'zbekistonga kelib, xudo xolasa to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. O'zlariga qulay bo'lgan holatda, o'zlariga qaysi biri qulay bo'lsa, shu yo'lga yuraveramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Hammalarini kutib qolamiz. Joy bron qilish uchun menimcha bitta qizil pasport o'zi yetadi. O'sha Zagram pasportlar deyiladi. O'shani tashlab berishsa bo'ldi. Bo'ldi. Sizlar viza, bilet, hamma narsasini tayyorlab qo'yasizlar. Ishlari aeroportga borib uchib ketish qoladi, xolos. Uchib ketish qoladi, xolos. Xudo xolasa, agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Pastda Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlari turibdi. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Xudo xolasa, sizlarga erinmagan holatda javob berishadi. Joy bron qilish uchun ham quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Aytib o'tganimizdek, Telegram, WhatsApp, hamma narsa bor. Oddiy telefondan ham telefon qilsalaring bo'ladi. O'zlaringga qulay bo'lganini aloqaga chiqishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoda umra safariga bormoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha